odam voqea joyida o'lgan, 4tasi og'ir holatda, yana shu 26 odam tan jarohati olgan. 1 dekabrdan 30 dekabrga qadar respublikamiz miqyosida o'tkazilayotgan yong'in xavfsizligi oyligi doirasida Quva tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari hamda hamkor tashkilotlar va huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan Vazirlar Mahkamasining tegishli farmoyishi ijrosini ta'minlash maqsadida tuman hududida joylashgan bozorlar va savdo majmualari hamda umumiy ovqatlanish shoxobchalarida reyd tadbirlari o'tkazildi. O'tkazilgan tadbir natijasida 100 dan ortiq nosoz holatdagi suyultirilgan gaz ballonlar aniqlanib, zararsizlantirildi.